Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Bugun 2025-yil 8-dekabr. Baxmal xurmolar ko'mish jarayoniga tayyorlayapmiz. Xudo xolasa 2 kun. Ochiqda turdi, suv qochdi. Baxmal xurmolar. Bular duvaraklari mana shuna bo'ladi. Bular super keralar hammasi. Endi ma'da bunisi sizlarga ko'rsatgan yangilik sortlarimdan Tarfeda degan sorti xuddi shuna bo'ladi. Ko'rib olinglar. 8-dekabrda Xudo xolasa o'rab, erta bahor. Ularni mana alohida qilib ko'mamiz. O'ralarga. Ular 2026-yilda noyabriga tayyor bo'lgan ko'chatlar bo'lib chiqadi, Xudo xolasa. Chirinkalar ko'mish jarayonidamiz. Kimga chirinka kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.